orqa teshikni topolmadim. O'shaning uchun keyin oyog'ingizni boshqacha qilib qo'yib ko'rdim. Xo'p, orqa teshik bilan qin yo'li bitta. Qinni demak butunligi buzildi. Pastki qismini u ichak ko'rinib turibdi u yoqdan. Где-то bu 3,5 sm atrofida ichak turibdi yerda. Endi u yoqqa jinsiy aloqa bo'ladi, infeksiya tushishi mumkin, qonab ketishi mumkin. To'g'ri ichak va mana bu yo'llari qon tomirlar bilan yaxshigina ta'minlangan. Keyinchalik xavfli holatga olib keladi. Bu ham qinni ichi uchun zararli, ham tashqari nima uchun, ichak uchun, to'g'ri ichak uchun zararli. Qinni ichida pH degan muhit bo'ladi. U kislotali muhit. Sababi o'sha o'z-o'zini demak tozalab turish uchun. O'shaning uchun men aytaman, patsientlarga обработка kerak emas. Yo'q narsa. Shu mikrofloralar o'lib ketadi, ichini tozalolmay qoladi, pH muhiti o'zgarib ketadi. 10 kunlab обработкаga qatnaydi-ku. Menda ham hozir mana eshik tagida turibdi. Bular hammasi bironta amaliyot o'tkazgan odamlar. Shu bachadon bo'yni yopilib qolmasligi uchun ochib turish uchun keladi bular. Xo'p, endi mana shu muhiti axlat qinni ichiga chiqayotgani hisobiga o'zgarib ketadi butunlay. Shuni hisobiga doimiy qichish bezovta qiladi, doimiy выделениyalar bezovta qiladi. Hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, birinchi bu muammoni hal qilish kerak. O'shatni plastika qilib yopish kerak. Yopish kerak, u to'g'ri ichakni alohida qilib boshqatdan yasab beradi endi. Yo'q, anus faqat pastki qismi bor, yuqori qismi yo'q, qinga qarab ochilib ketgan. O'sha